Assalomu alaykum. Dangalga uy sotamiz. 26-yilda yaxshi xonadon egasi bo'lishni xohlaysizmi? Sizlar uchun zo'r xonadon topib qo'yganmiz. Qani ketdik. Sizlar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Bu birinchi xonamiz. Bu birinchi xonamiz 7,5 ga 3. Xonamiz shu holatda, ozroq remont qilib yashasa bo'ladi. Ikkinchi xonamiz bilan tanishamiz. Bu bizning ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ikkinchi xonamizda esa bu ham xuddi shunday 7,5 ga 3. Bu xonamiz remontlari a'lo darajada turibdi. Biz endi sizlar bilan 3-xonamizni ko'ramiz. Bu bizning 3-xonamiz bo'lib, 3-xonamizning sharoiti va remontlari juda a'lo darajada. Bu xonamizda kelishilsa mebellar bilan birga qoladi. Kelishilsa hamma ichidagi mebel, hamma narsasi o'zida qoladi. Endi xonadonimizning hovli yuzasidan tanishib chiqamiz. Xonadonimiz yashil zonasi bilan tanishsak, va hovli qismini ko'rsangiz, har xil daraxtlarimiz bor, alma, anor, yana qanaqa mevalarimiz bor? Xurmolarimiz bor. Suvdan muammo bo'lmaydi. Qizig'i bu yerda suvdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agidelimiz toza shirin suv chiqadi. Bu yerda bemalol o'zlari uchun parnik qilsanglar ham bo'ladi yoki mol boqsanglar ham bo'ladi. Ajoyib sharoiti juda ham a'lo darajada. Xonadonimizning shu joyi 6 sotix deb hisoblangan. Shu joy 6 sotix. Общий